5-aprel kuni Toshkent shahrining Chilonzor tumanida joylashgan bozorlardan birida qariyb 3 soat davom etgan yirik yong'in sodir bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan surat va videolardan ko'rish mumkinki, uning ko'lami anchayin katta bo'lgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi e'lon qilgan rasmiy xabarga ko'ra, 5-aprel kuni soat 15:56 da Chilonzor tumani Toshkent katta halqa avtomobil yo'li ko'chasida joylashgan hamda xalq tilida Abu Sahiy nomi bilan mashhur bo'lgan bozor atrofidagi Beshqo'rg'on bozorida do'kon yonayotganligi to'g'risida xabar kelib tushgan. Unga ko'ra, qutqaruv ekipajlari voqea joyiga zudlik bilan yetib borib, yong'in soat 16:53 da qurshab olingan va soat 18:18 da o'chirilgan. 3:58 da keldi, o'zi yonib bo'lgan ekanda. Yordamlashdi. Yordam bergan narsalarni olib chiqqanimiz baribir foyda bermadi. Yonib ketdi hammasi baribir. Sirazu olov kuchayib ketdi. Bu do'stlik siklatida, oyoq kiyimlar siklatida deb o'tda mashinalar ham yondi, derazalarni sindirib, bu yerga narsalarni olib chiqdik, baribir foyda bermadi olib chiqqanimiz. Baribir yonib ketdi. Bu Guddi zdaniyasi bo'ladi, Guddi majmuasi bo'ladi. Buni orqasidagi bozor yondi. Bu bozor sklat bo'ladi, tushunasizmi? O'ta mashinalar yonib ketgan, ana stankada turgan. Bu yerga xodimlar umuman o'tkazmadi, bular straxovka qilib ko'chaga olib chiqishdi mollarni. Bu yerga o'tib ketmasin, molimiz yonib ketmasin deb olib chiqqan bu yerga. Boshqa narsa yo'q bu yerda. Endi olib chiqqan, olib chiqib oldi, qolgani yonib ketdi-da, yo'q. Bir 10 daqiqa ichida polniy hamma yonib ketdi. Hamma bozor. Panikaga tushib odamlar anaqa qildi, endi orqasida xonadon bor, shu xonadondagilar ham o'tib ketadi deb narsalarni tashqariga olib chiqishdi. Katta yong'in bo'ldi-yu, endi 6 soat yondi. Alangasi balandligi imoratdan baland bo'lib ketdi-da. Zapravka ayniqsa odam vohma bo'ladi, ostanovkadagi xalq ham hammasi qochyapti, portlaydi, qochinglar deb. Yong'inning kelib chiqish sabablari haqida gapiradigan bo'lsak, bu haqda shahar ichki ishlar boshqarmasi tergovchilari tergov ishlarini olib boryapti, surishtiruv ishlarini olib boryapti. Qachonki ma'lum bo'lsa,